O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasab uyushmasi To'rtko'l tuman bo'linmasi kengashi tasarrufidagi Barkamol avlod bolalar maktabida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tadbir, ya'ni hisobot saylov yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Barkamol avlod bolalar maktabining 85 nafar ishchi xodimi ishtirok etdi. Tadbirda kasab uyushma boshlang'ich tashkiloti raisi so'zga chiqib, 2023-2024 yillar davomida jamoa shartnomasi asosida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan atroflicha hisobot berdi. Jumladan, xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish, ijtimoiy, iqtisodiy manfaatlarini ko'zlab ko'rilgan choralar, madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlari tashkil etilishi, mehnat shartnomalarini yaxshilash borasidagi sa'y-harakatlar haqida to'xtaldi. Shuningdek, maktab ma'muriyati va kasab uyushmasi o'rtasidagi hamkorlik asosida xodimlarga tibbiy ko'riklar tashkil etilishi, malaka oshirish kurslarida ishtirok etish imkoniyatlari yaratilganligi, yangi ish o'rinlari ochilishi hamda moddiy yordam ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yilganligini ham ta'kidladi. Yig'ilish davomida 2025-yil uchun jamoa shartnomasining ayrim bandlarini takomillashtirish yuzasidan takliflar bildirildi. Mazkur takliflar yig'ilish ishtirokchilari tomonidan qizg'in muhokama qilinib, kelgusi yilda amalga oshirilishi rejalashtirildi. Yig'ilish so'ngida faol kasab uyushma a'zolari taqdirlanib, ular rahbariyat tomonidan minnatdorchilik bilan e'tirof etildi. Yig'ilish ishtirokchilari tomonidan jamoa shartnomasining bajarilayotganligiga ijobiy baho berilib, kelgusi faoliyatni yanada samarali tashkil etish yuzasidan yangi vazifalar belgilab olindi. Xulosa qilib aytganda, Barkamol avlod bolalar maktabida o'tkazilgan mazkur yig'ilish nafaqat jamoa shartnomasining ijrosi, balki xodimlarning manfaatlarini himoya qilish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va kelajakdagi rejalarni belgilab olishda muhim platforma bo'lib xizmat qildi.